Tojikistondanman. Bundan 2 oy oldin aprel oxirida qizim gripp bo'ldi, tuzalmadi. Keyin doktorga bordim. Doktorga borsam, analiz topshirsak, analizlarimiz tushib ketibdi. Keyin funksiya qilamiz deyishdi. Funksiya qilib leykoz qizing oqqon bo'lgan deb tashxis qo'ydi doktorlar. Mana men o'sha birinchi sizlarga bu nimani ko'rsataman. Mana 50. Mana gemoglobin 50. Mana bu yerda trombositlar yagona. Plast qonda 83%. Doktorga yotqizdirdi. Shu bilan ximiyalar boshlandi. 2 marta ximiya qildi doktorlar. Shu bilan ximiya dorilar ichdi. Men shu arada hech qancha o'tgan yo'q. 3 kun, 4 kundan keyin shu kasaldan Tojikistonda sog'ayganlar bor ekan deganiga izlab men ularni topib gaplashdim. Ular Toshkentda Shahzoda opa degan doktor borlar. Ular o'zlari dori qilgan. Biz o'shani olib kelib ichib sog'aydik. Instagramda profillari bor. Giyohlar saltanati degan kirib ko'ring dedi ular menga. Keyin kirib ko'rdim. Giyohlar saltanati degan profillari bor ekan, kirib ko'rdim. Erta shu kasaldan sog'aygan bemorlarni ko'rdim. Keyin men ham umid qilib bordim. Oldilariga borib olib keldim dorilarni. Lekin diagnozni olib bordim. Точно diagnozni olib bordim. Qo'yilgan dorilarni menga 40 kun beraman dedilar. Agar foydasi bo'lmasa, men lecheniya qilmayman dedilar. Agar foyda bo'lsa, men lecheniyani davom ettiraman dedilar. Keyin biz probaga 20 kunga olib keldik. Ham ximiyalarni qildi, dorilarini ichdi. Keyin Shahzoda opa doktor bergan dorilarni ichdi bola. Mana 20 kundan keyin analiz topshirdik. Mana doktorxonadan chiqishimizdagi analiz javoblar. Mana qon 96 bo'lgan. Bu qancha ximiya qilingan? Qaranglar. Trombositi yagona edi, 160 mingta bo'lgan. Keyin blast 0 bo'lgan. Bu doktorxonadan 20 kundan keyin chiqishimiz. Keyin men uyda davom ettirdim men keyin. Shu dorilarni ichirdim mana shu dorilar. Bu giyohlardan damlama dorilar paketchalarda. Bularni ichirdim. Uyda ham ximiya dorilarni ichdi, ham bu damlamayu dorilarni ichdi, Shahzoda opa bergan dorilarni. Men hozir 2 oy o'tdi aradan doktorga bordim, Dushanbega bordim. Ular qizimni yana funksiya qildi.